Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, nafaqa oluvchilar va ularning farzandlari. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgani. Bu nimani anglatishi? Kimning pensiyasi oldinroq, kimniki kechroq tushishi mumkinligi va eng muhimi, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerakligi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensionerga, nogironlik nafaqasi oluvchilarga, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarga va pensiyani karta orqali yoki naqd shaklida olgan fuqarolarga bevosita taalluqli. Men sizdan hozir bitta narsani so'rayman. Kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday xabarlar ko'pincha odamlar kech bilib qolgandan keyin muammo bo'ladi. Kimdir pensiyasi tushmadi deb bankka yuguradi. Kimdir pochta xodimini kutadi. Kimdir kartasini tekshirtirmaydi. Yana kimdir firibgarlarga ishonib, shaxsiy ma'lumotlarini berib qo'yadi. Shuning uchun bugungi ma'lumotni diqqat bilan eshiting va yaqinlaringizga ham yetkazing. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar har oy pensiya qaysi sanalarda tushishini taxminan bilib olgan. Masalan, kimdir har oyning 4 yoki 5 sanasida kartasiga pul tushishini kutgan. Kimdir 10 sanadan keyin pochta orqali naqd olgan. Yana kimdir tuman bo'yicha belgilangan grafik asosida 15 sanagacha olgan. Ya'ni odamlar o'z hayotini shu sanalarga moslashtirib qo'ygan. Dori-darmon olish, kommunal to'lov qilish, oziq-ovqat xarid qilish, kredit yoki qarzni qaytarish, nabiralarga yordam berish, hammasi pensiya tushadigan kunga qarab rejalashtirilgan. Endi esa sentyabr oyida jadval qayta tuzilgani sababli ayrim pensionerlar odatdagi sanada pul tushmaganini ko'rish mumkin. Bu darrov pensiya to'xtatildi. Pul kamaydi, menga berishmayapti degani emas. Jadvalning qayta tuzilishi ko'pincha texnik, tashkiliy yoki kalendar sabablarga bog'liq bo'ladi. Masalan, oyning boshida bayram yoki dam olish kunlari bo'lishi, banklararo to'lov tizimida yuklama ortishi, tuman va mahallalar bo'yicha to'lovlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish zarurati, naqd pul yetkazib berish grafikining o'zgarishi yoki budjet mablag'larini hududlar kesimida taqsimlash tartibi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Pensiya jadvali o'zgarsa, bu hamma bir kunda oladi degani emas. Aksincha, jadval odatda tartib bilan tuziladi. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir oxiriga yaqin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas. Lekin siz o'z sanangizni bilmasangiz, asabiylashasiz, noto'g'ri joyga murojaat qilasiz, vaqt yo'qotasiz. Shuning uchun asosiy vazifa o'z to'lov turini, hududingizdagi jadvalni va kartangiz holatini tekshirish. Endi men sizga kim nimalarni bilish kerakligini oddiy tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyani qanday olayotganingiz muhim. Bank kartasiga olyapsizmi yoki naqd shaklda pochta orqali olyapsizmi? Karta orqali oladigan pensionerlarda pul odatda bank tizimiga tushgandan keyin hisobga o'tkaziladi. Lekin bu hamma banklarda bir daqiqada bo'ladi degani emas. Ba'zan bir hududda ertalab tushadi, boshqa hududda kechga yaqin tushadi. Ba'zan SMS xabar kechikadi, lekin pul hisobda turgan bo'ladi. Ba'zan mobil ilovada ko'rinadi. Bankomatda esa bir oz kech aks etadi. Shuning uchun faqat SMS kelmaganiga qarab xulosa chiqarmang. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan bir pensioner har oy 5 sanada 20 million 200 ming so'm pensiya olardi deylik. Sentyabrda jadval qayta tuzilgani sababli uning hududi 7 yoki 2 sanaga ko'chirilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda 5 sanada pul tushmasa, u darrov mendan pensiyani olib qo'yishdi deb o'ylamasligi kerak. Avvalo bank kartasini tekshiradi, keyin pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki ishonch telefoniga murojaat qiladi. Zarur bo'lsa mahalla yoki pochta bo'limidan grafikni so'raydi. Yana bir misol. Samarqandda yashaydigan onaxon pensiyasini naqd oladi. Odatda pochta xodimi 2 sanada olib kelardi. Sentyabr oyida esa jadval qayta tuzilgani uchun uning mahallasi 15 sana tushgan bo'lishi mumkin. Onaxon 2 sanada kutadi. Pul kelmaydi. Keyin qo'shnilardan hammaligi kechikayotgan ekan degan gap eshitadi. Mana shu yerda eng katta xato boshlanadi. Odamlar rasmiy manbadan emas, mish-mishdan xulosa chiqaradi. To'g'ri yo'l pochta bo'limiga yoki mahalla mas'ullariga aniq savol berish. Mening mahallam bo'yicha sentyabr oyida pensiya tarqatish sanasi qachon? 3-misol. Nogironlik pensiyasi oladigan fuqaro kartasini almashtirgan. Eski kartasi muddati tugagan, lekin yangi karta ma'lumotlari pensiya tizimiga to'liq kiritilmagan.
Jadval o'zgargani ustiga karta ma'lumoti ham yangilanmagan bo'lsa, pul vaqtida tushmasligi mumkin. Bunday vaziyatda muammo jadvalda emas, karta rekvizitida bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, karta muddati tugashidan oldin bankka boring, yangi kartani oling. Keyin pensiya bo'limi yoki tegishli tizimda karta ma'lumotlari to'g'ri bog'langanini aniqlashtiring. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, pensiyani birinchi marta olayotgan fuqarolar. Chunki ular hali qaysi sanada pul tushishini bilmaydi. Ikkinchidan, yaqinda yashash joyini boshqa tumanga ko'chirgan pensionerlar. Masalan, Andijondan Farg'onaga ko'chgan bo'lsa, to'lov grafigi ham, xizmat ko'rsatuvchi bo'lim ham o'zgarishi mumkin. Uchinchidan, bank kartasini almashtirganlar yoki kartasi bloklanganlar. To'rtinchidan, ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. Chunki ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, to'lovda muammo bo'lishi ehtimoli bor. Beshinchidan, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan fuqarolar. Agar tibbiy hujjatlar yoki belgilangan muddat bo'yicha uzilish bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtab turishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi kerak? Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, karta ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiya turi bo'yicha tekshiruv yoki qayta ko'rik muddati kelmagan bo'lsa, unda jadval o'zgarishi ko'pincha faqat sananing o'zgarishini anglatadi. Ya'ni pul yo'qolib qolmaydi. Faqat belgilangan grafik bo'yicha tushadi yoki yetkaziladi. Lekin baribir men maslahat beraman. O'z hududingizdagi aniq sanani bilib oling. Bu sizga reja qilishda yordam beradi. Bu yerda yana bir muhim nuqta bor. Pensiya miqdori va pensiya to'lash sanasi. Ikkita boshqa masala. Ba'zi pensionerlar sananing o'zgarishini pensiya miqdori kamayishi bilan aralashtirib yuboradi. Agar pensiya 1 million 500 ming so'm bo'lsa, jadval o'zgargani uchun u avtomatik kamayib qolmaydi. Pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan omillar boshqa. Ish staji, pensiya turi, qo'shimcha ustamalar, qayta hisoblash qonunchilikdagi o'zgarishlar, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolishlar. Jadval esa to'lov qachon amalga oshishini bildiradi. Endi real hayotdagi holatni olaylik. Bir otaxonning pensiyasi 20 million 800 ming so'm. U har oy 6 sanada 600 ming so'm doğru oladi. 300 ming so'm kommunal to'laydi. 500 ming so'm oziq-ovqatga ishlatadi. Qolgani uy xarajatiga qoldiradi. Agar sentyabrda pul 6 sanada emas, 90da tushsa, u 3 kunlik rejasini oldindan o'zgartirishi kerak. Masalan, dori tugab qolmasligi uchun bir hafta oldin zaxira qilib qo'yishi, kommunal to'lovni penga yozilmaydigan muddatda rejalashtirishi, oiladagi farzandlari bilan kelishib turishi kerak. Men bu misolni shuning uchun keltiryapman. Jadvaldagi kichik o'zgarish ham pensioner hayotida katta ahamiyatga ega. Yana bir holat. Pensioner bankomatdan pul yechmoqchi bo'ladi, lekin mablag' yetarli emas degan yozuv chiqadi. U darrov pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida 3 ta ehtimol bor. Birinchisi, pul hali tushmagan. Ikkinchisi, pul tushgan, lekin karta bloklangan yoki bankomatda texnik muammo bor. Uchinchisi, karta hisobida avtomatik ushlab qolish bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, kredit qarzi, aliment, sud qarori yoki boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha. Shuning uchun bankomatdagi bitta yozuv bilan xulosa chiqarmaymiz. Bank ilovasidan, bank operatoridan yoki bankning rasmiy aloqa markazidan tekshirtiramiz. Endi qoidalar ichidagi istisnolar va odamlar ko'p e'tibor bermaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala bayram va dam olish kunlari. Sentyabr oyining boshida bayram kunlari bo'lsa yoki banklar to'liq ish rejimiga keyinroq o'tsa, to'lovlar jadvali surilishi mumkin. Bu ayniqsa oyning ilk 2-3 sanalariga yaqin pensiya oladiganlarga ta'sir qiladi. Agar siz odatda oyning boshida olsangiz, sentyabr oyida bir necha kun farq bo'lishiga tayyor bo'ling. Ikkinchi masala hududlar kesimidagi farq. Bir viloyatda pensiyalar 4 sanadan boshlab tushishi mumkin. Boshqa viloyatda 6 sanadan, yana bir tuman ichida mahallalar bo'yicha ham farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun internetda kimdir menga tushdi desa, bu sizga ham o'sha kuni tushadi degani emas. Masalan, Buxorodagi pensioner 5 sanada olgan bo'lsa, Qashqadaryodagi pensioner takkasi sanada olishi mumkin. Bir tumanning markazidagi mahallaga pul ertaroq yetkazilib, chekka qishloqqa 2 kun keyin borish ham mumkin. Bu ayniqsa naqd tarqatishda uchraydi. Uchinchi masala, ishonchnoma. Ko'plab pensionerlar yoshi, sog'ligi yoki safarga chiqa olmasligi sababli pensiyasini farzandi, nabirasi yoki boshqa yaqindagi ishonchnoma orqali oldiradi. Ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa,
pochta yoki bank pulini bermasligi mumkin. Bu yerda oldin berardi-ku degan gap o'tmaydi, chunki hujjat muddati qonuniy asosdir. Agar ishonchnoma muddati tugashiga yaqin bo'lsa, uni oldindan yangilang. Hujjatda pensionerning FH, pasport ma'lumotlari, vakilning ma'lumotlari, vakolat muddati va pensiya olish huquqi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. 4-masala pensionerning vafoti. Yashash joyi o'zgarishi yoki ma'lumotlar mos kelmasligi. Ba'zan tizimda fuqaroning ma'lumotlari yangilanadi, solishtiriladi, ro'yxatdan o'tgan manzili yoki shaxsiy ma'lumotlar tekshiriladi. Agar pasport almashtirilgan bo'lsa, she'r yoki karta ma'lumotlarida xatolik bo'lsa, to'lovda vaqtinchalik ushnish bo'lishi mumkin. Masalan, pasportdagi familiya yozilishi bilan bankdagi karta egasi ma'lumoti bir-biriga mos kelmasa, tizim avtomatik xatolik berishi mumkin. Bunday holatda odam jadval o'zgardi deb o'ylaydi. Aslida hujjatdagi nomuvofiqlikni tuzatish kerak bo'ladi. 5-masala firibgarlik. Jadval o'zgargan paytda odamlar xavotirda bo'ladi. Firibgarlar aynan shundan foydalanadi. Ular telefon qilib, pensiyangiz tushishi uchun karta raqamingizni, SMS kodni, pasport rasmingizni yuboring deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon SMS kodni hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, pensiya xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Kartaning oldidagi unvonxonali raqamni ba'zi to'lovlar uchun aytish mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin SMS kod PIN kod. Kartaning orqa tomonidagi CVV kodni aytish mutlaq mumkin emas. Pensiya masalasini faqat rasmiy idora, bankning rasmiy raqami yoki shaxsan borib aniqlang. 6-masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar pensiyam kam tushdi deb o'ylaydi. Jadval o'zgargani bilan bir vaqtda qarzdorlik bo'yicha avtomatik ushlab qolish bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, sud qarori asosida ma'lum foiz ushlab qolinadi yoki bank krediti bo'yicha avtomatik yechim sozlangan bo'ladi. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasi to'liq o'tkazdik deydi. Bank esa qarzdorlik yechildi deydi. Shuning uchun hisobdan ko'chirma oling. Bankdan oxirgi kirim va chiqimlarni chiqarib bering deyishingiz mumkin. Shunda pul qachon tushgani, qancha tushgani, qayerga ketgani ko'rinadi. 7-masala naqd pul yetkazib berishdagi inson omili. Pochta orqali tarqatishda xodimlar mahallalar bo'yicha yuradi. Ro'yxat asosida beradi, imzo oladi. Agar pensioner uyda bo'lmasa, telefon ko'tarmasa, manzil topilmasa, pensiya o'sha kuni topshirilmasligi mumkin. Keyin odam menga berishmadi deydi. Aslida tarqatish vaqtida uyda bo'lmagan bo'lishi mumkin. Agar siz naqd olsangiz, tarqatish kuni uyda bo'lishga harakat qiling yoki pochta bo'limi bilan oldindan kelishib oling. Agar sog'ligingiz sababchi qolmasangiz, mahalla mas'ullariga yoki yaqinlaringizga xabar bering. 8-masala pensiyani yangi tayinlanganlar. Agar pensiya yaqinda tayinlangan bo'lsa, birinchi to'lov doim ham oddiy oylik jadval bilan bir xil bo'lmasligi mumkin. Chunki birinchi to'lovda hujjat tasdiqlanishi, hisob-kitob yakunlanishi, o'tgan davr uchun to'lov bo'lsa alohida chiqarilishi mumkin. Masalan, fuqaroning pensiyasi 20 avgustdan tayinlangan bo'lsa, sentyabrda unga avgustning qolgan kunlari va sentyabr to'lovi bo'yicha alohida hisob-kitob bo'lishi ehtimoli bor. Buni aniq bilish uchun pensiya bo'limidan hisob-kitob varaqasini so'rash kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam. Pensiyani qaysi usulda olayotganingizni aniqlang. Agar karta orqali olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz faolmi, muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, telefon raqamingiz bankka to'g'ri ulanganmi, shularni tekshiring. Agar mobil ilovadan foydalansangiz, hisobdagi kirim-chiqimni ko'ring. Agar ilova ishlatmasangiz, bank filialiga boring yoki bankning rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Ikkinchi qadam. Hududingizdagi sentyabr oyiga pensiya to'lash grafikini aniqlang. Buning uchun pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, pochta orqali olsangiz, mahallangizga xizmat ko'rsatuvchi pochta bo'limidan so'rang. Savolni aniq bering. Mening mahallam yoki mening to'lov ro'yxatim bo'yicha pensiya qaysi sanada tarqatiladi? Umumiy pensiya qachon tushadi? degan savolga umumiy javob olasiz. Aniq savolga esa aniqroq javob berishadi. 3-qadam hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank karta ma'lumotlari, ishonchnoma bo'lsa uning muddati, nogironlik bo'yicha hujjatlar, yashash joyi o'zgargan bo'lsa ro'yxatdan o'tgan manzil, bularning hammasi joyida bo'lishi kerak.
Ayniqsa ishonchnomasi orqali pensiya oladiganlar muddati tugamaganini albatta tekshirsin. Bir kun kechikkan hujjat sabab bir necha kun yurishga to'g'ri kelishi mumkin. 4-qadam, agar pensiya odatdagi kundan kechiksa darrov vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Masalan, odatda 5 sanada olsangiz, 5 sanada tushmasa, o'sha kuni bankni tekshiring. 6 yoki 7 sanada ham bo'lmasa, tuman pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar ular jadval bo'yicha keyinroq deyishsa, sanani yozib oling. Agar to'lov chiqarilgan deyishsa, bankdan hisob holatini tekshiring. Agar bank tushmagan desa, pensiya bo'limidan to'lov topshirig'i bo'yicha aniqlik so'rang. 5-qadam, murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar muammo cho'zilsa, yozma murojaat qiling. Murojaatda F-ish, J-shi'r, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, odatda qaysi sanada olishingiz, sentyabr oyida qanday muammo bo'lgani, karta orqalimi yoki naqdmi, shularni yozing. Masalan, men falonchi, falon tumanda yashayman, yoshga do'yib pensiya olaman. Odatda pensiyam bank kartasiga har oyning 6 sanasida tushardi. Sentyabr oyida tushmadi. Sababini aniqlab berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 6-qadam, bankdan hisob ko'chirmasini oling. Ayniqsa pul tushdi, lekin men ko'rmadim yoki kam tushdi degan holatda bu juda muhim. Ko'chirmada kirim sanasi, summa yechilgan mablag'lar ko'rinadi. Agar avtomatik kredit to'lovi yechilgan bo'lsa, uni bank tushuntiradi. Agar pensiya umuman tushmagan bo'lsa, bu pensiya bo'limi bilan aniqlanadi. Har bir idoraning o'z mas'uliyati bor. Pensiya bo'limi to'lovni hisoblaydi va chiqaradi. Bank esa hisobga o'tkazadi va karta bo'yicha xizmat ko'rsatadi. 7-qadam, yaqinlaringiz bilan kelishib oling. Agar oilada keksa ota-onangiz bo'lsa, ularga bu masalani tushuntiring. Ko'pchilik pensionerlar telefon orqali kelgan har qanday xabarga ishonishi mumkin. Ularga ayting, SMS kodini hech kimga bermang. Pensiyangizni tezlashtirib beramiz deganlarga ishonmang. Kartani begona odamga tutqazmang. Bankomat oldida yordam beraman degan notanish odamga karta parolini aytmang. Bu oddiy gapdek tuyuladi, lekin amalda juda ko'p yo'qotishlarning oldini oladi. 8-qadam. Agar sog'lig'ingiz yomon bo'lsa va naqd pensiyani uyda olsangiz, pochta tarqatish kuni bo'yicha oldindan xabar oling. Uyda bo'lishga harakat qiling. Agar shifoxonaga borishingiz kerak bo'lsa, pochta bo'limiga xabar qoldiring. Ishonchli yaqin insoningizga hujjatlarni tartibga solishda yordam so'rang. Lekin pulni olish vakolati faqat qonuniy ishonchnoma orqali bo'lishi kerakligini unutmang. 9-qadam, agar pensiya tayinlanishi, qayta hisoblanish yoki ustama bo'yicha savol bo'lsa, jadval bilan aralashtirmang. Masalan, siz menga ish stajim bo'yicha qo'shimcha hisoblanishi kerak desangiz, bu alohida masala. Sentyabrda pul qachon tushadi esa boshqa masala. Har bir murojaatni alohida yozing. Bitta arizadan ham jadval, ham miqdor, ham karta, ham qarzdorlikni aralashtirib yuborsangiz, javob ham cho'zilishi mumkin. 10-qadam, barcha javoblarni yozib boring. Qaysi kuni qayerga qo'ng'iroq qildingiz, kim bilan gaplashdingiz, nima dedi, qaysi sana aytildi, bularni daftar yoki telefonga yozing. Agar muammo keyin ham hal bo'lmasa, sizda izchil ma'lumot bo'ladi. Bu ayniqsa farzandlari boshqa shaharda yashaydigan pensionerlar uchun qulay. Bola onasidan yoki otasidan aniq ma'lumot oladi va kerak bo'lsa o'zi telefon qilib tekshiradi. Men yana bir muhim amaliy maslahatni aytaman. Pensiya tushadigan kun atrofida katta to'lovlarni oldindan va'da qilib qo'ymang. Masalan, 5 sanada pensiyam tushadi, 5 sanada qarzni beraman deb qat'iy aytsangiz, jadval 8 sanaga surilganda noqulaylik bo'ladi. Yaxshisi pensiya tushishi bilan beraman deb kelishish ma'qul. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar bo'yicha ham kamida bir necha kunlik zaxira reja bo'lsin. Bu ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar uchun juda muhim. Agar siz pensiyani karta orqali olayotgan bo'lsangiz, bankomatdan pul yechishda komissiya bor yo'qligini ham tekshiring. Ba'zi hollarda boshqa bankomatidan yechilganda xizmat haqi olinishi mumkin. Pensioner uchun 10 ming so'm ham pul. Shuning uchun o'z bankingiz bankomatidan yoki komissiyasiz yechish imkonidan foydalaning. Agar karta ishlamasa, avval bankka murojaat qiling, kartani sindirib tashlamang, boshqa odamga bermang. Agar pensiya naqd shaklda berilsa, pulni olganda summani darhol sanang, hujjatga imzo qo'yishdan oldin miqdorni tekshiring. Agar kamlik sezsangiz, o'sha joyning o'zida ayting. Keyin uyga borib kam berilgan ekan deyish qiyinroq bo'ladi.
Albatta, bu hamma xodimga shubha bilan qarash degani emas. Bu oddiy moliyaviy ehtiyotkorlik. Har bir pensioner o'z pulini aniq bilishi kerak. Demak, hurmatli tomoshabinlar, sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgani eng avvalo to'lov sanalarida o'zgarish bo'lishi mumkinligini anglatadi. Bu pensiya bekor bo'ldi yoki hammaning puli kamayadi degani emas. Lekin karta muddati, bank holati, ishonchnoma, hujjatlar, yashash manzili, nogironlik bo'yicha qayta ko'rik, qarzdorlik va hududiy grafik kabi masalalarni albatta tekshirish kerak. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manbadan aniq sana va sababni bilish. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Bugunoq kartangizni tekshiring, hujjatlaringizni ko'ring, yaqinlaringizga ogohlantiring va pensiya kechiksa. Tartib bilan avval bankdan, keyin pensiya bo'limidan naqd olsangiz, pochta bo'limidan aniqlik kiriting. Hech kimga SMS kod bermang, notanish odamlarning tezlashtirib beramiz degan gapiga ishonmang. Har bir murojaatni aniq va yozma shaklida qiling. Agar sizning hududingizda pensiya qaysi sanada tushayotgani yoki qanday muammo bo'layotgani haqida tajribangiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa pensionerlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bir kun oldin bilgan odam xotirjam bo'ladi. Kech bilgan odam esa ortiqcha sarson bo'ladi.